30 yildan beri oila a'zolaringiz bilan uzumchilik va bog'dorchilik shirkatlarida yashab kelayotgan uy-joyingizni mas'ul xodimlar tomonidan buzishmoqchi bo'layotgan jarayonda qanday choralar ko'rish kerak? Videoga like bosing, batafsil tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuniga asosan uzumchilik va bog'dorchilik shirkatlarida uy-joy qurgan bo'lsangiz, ularga nisbatan egalik huquqlari e'tirof etilishligi mumkin. Ya'ni siz o'zboshimchalik bilan egallab olgan yer maydoningizga ham qonuniy asosda egalik huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun siz quyidagi shartlarga amal qilgan bo'lishingiz zarur hisoblanadi. Birinchisi, siz ushbu uzumchilik va bog'dorchilik shirkatining a'zosi bo'lishingiz. Ikkinchisi esa ushbu siz uy-joy qurgan yer maydoningiz sizdan oldin boshqa bir fuqarolarga ajratib berilmagan yoki yuridik shaxslarga ajratib berilmagan bo'lishligi hamda fuqarolar yoki boshqa yuridik tashkilotlar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasligi hamda va eng asosiysi soliqdan hech qanday qarzdorlik mavjud bo'lmasligi kerak. Agarda ushbu hamma talablarga siz bajargan bo'lsangiz, siz albatta egalik huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin. Agarda sizda ham xuddi shu sohaga oid bo'lgan savolingiz mavjud bo'lsa, izohlarda savol so'zini qoldiring, biz albatta siz bilan bog'lanib, huquqiy muammongizni bartaraf etishda amaliy yordam ko'rsatamiz. Ushbu kabi foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida Instagramdan Yurist Insight sahifasiga obuna bo'lishni hamda videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.